Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz men do'stim Habibjon, ukasi Rizo, akasi Azimjon Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumaniga keldik. Shu tumanda joylashgan demak Mirake sanatoriyasiga joylashdik aziz do'stlar. Mirake sanatoriyasiga joylashdik. Bu sanatoriyani tashqi ko'rinishi bu sanatoriyani kirish joyi. Joylashib oldik. Bugun nasib bo'lsa 3-korpusda joylashdik. 9 ta korpusi bor ekan. Davolash nimalari bor. Davolash va asosan suv bor ekan. Mineral suv chiqqan ekan, shu suvda bo'ladi. Bu demak sanatoriyani kirish bu mashinalar qo'yadigan joy bo'lgan. Bu yerda o'tiradigan katta joy bor. Mana xo'sh, mana biz keldik o'zimiz mashinada mana. Mashinaga keldik. Ertalab soat 3:30da chiqqan edik. Buxoroy Sharifdan. Yarımda çıktık. Saat 9'da geldik de. 9'da da yetip geldik. Sanatoriya bu. Demek Mirake sanatoriyası oileyi kafesi 365 gün aloqadasiz. Demak, yil davomida ishlaydi. Menimcha yilda kamroq bo'lsa kerak. Qish faslida bir salqin bo'ladi. Shu uchun demak bog' juda zo'r. Mana Habib do'stim o'tiribdi bu yerda. Rizojon bor. Sanatoriyani aktacha qilyapman sekin-sekin, yomon emas. Mana do'stim Habibjon bilan o'tiribmiz bu yerda. Hozir obedni qildik. Endi dam olamiz. Bugun charchab keldik. Keyin ertaga nasib bo'lsa chiqamiz. Lekin bog' katta, terak mana. Teraklar, har xil daraxtlar, archalar yaxshi joyda joylashgan. Tog' qirg'oqda joylashgan demak. Kelib bir dam olib ketsa bo'ladigan arziydigan joy ekan.